shu niyatlar girdobi. Har birimizning niyatlarimiz ko'p. Ular bizni tasavvurimizda uzoqlarga olib ketadi. Ularga erishish uchun esa biz qo'limizni duoga ochib niyat qilamiz. Achinarlisi, so'nggi paytlarda bu orzu-niyatlar faqat puldor bo'lish, moddiy boylik bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Afsuski, ba'zi birlar bu yo'lda boshqalarning hayotini ostin-ustun qilishdan ham toyishmaydi. Ikki dugona, Guli va Ozoda talabalar turar joyiga joylasha olishmadi. Chunki birinchi galda boquvchisini yo'qotganlar, chin yetimlar, uzoq viloyatlardan kelganlar, moddiy sharoiti og'irlarga joy berilar ekan. Qizlar birgalikda mahallalardan ijaraga uy qidirishdi. Qaysidir qimmatlik qildi. Boshqasida ijarachilar ko'p bo'ldi. Dars tayyorlashga sharoit bo'lmadi. Mana nihoyat bir joyda ijaraga qo'yamiz degan e'lonni ko'rib qolishdi. Eshikni kulib turgan qizlar ochishdi. Ular shu yerda ijarada turishayotganliklarini, ismlari Afruza va Jonona ekanligini, uy egasi bu yerda turmasligini, faqat bir ijara pulini olishga kelishini aytishdi. Yoqimtoy bu qizlar kasalxonada tungi navbatchilikda ishlashar ekan. Talabalarni ko'rib xursand bo'lib ketishdi. Uy egasiga sizlarni qarindoshimiz deymiz. Uy ishlarini bajarsangiz, ovqat qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ijara haqini ham olmaymiz deyishdi. Qizlar bu taklifni xursandchilik bilan qabul qilishdi. Yana Guli va Ozodaga ularning kompyuteridan foydalanishga ham ruxsat berishdi-ku. Ular nomidan profil ham ochib berishdi. Endi qizlar kurs ishlarini yozib, Telegramdan jo'natishlari mumkin edi. Kechki payt Afruza va Jonona yasan-tusan qilib ishga otlanishdi. Shunday qilib kunlar ketidan kunlar o'tdi. Bir oydan so'ng Afruza va Jonona birdan ketadigan bo'lib qolishdi. Bizni Turkiyaga malaka oshirishga yuborishyapti deyishdi ular. Ertasi kuni qizlar o'qishdan kelganda ularni darvoza oldida ikki kishi kutib turar edi. Biri militsiya kiyimida, boshqasi bashang kiyingan o'rta bo'yli kishi edi. Ular qizlarning ism-familiyasini so'rashdi va nomlariga onlayn kredit rasmiylashtirilganligini aytishdi. Bu kreditlarni to'lashmasa ishlari sudga oshirilishidan ogohlantirishdi. Qizlar aybdor emasliklarini harchand isbotlashga urinishsa ham pasport ma'lumotlari ularniki edi. Kredit ham onlayn tarzda ular nomidan rasmiylashtirilgan. Ozoda ham, Guli ham bu haqda ota-onasiga aytishga majbur bo'lishdi. Ular esa uydagi mol-holni sotib, kreditlarini bir amallab uzishdi. Ammo muammolar bu bilan tugamadi. Jononalar ijarachilar nomidan ko'pgina yigitlar bilan yozishib, ularni chuv tushirishgan ekan. Bu bilan endi MHD xodimlari shug'ullanishadi. Qizlar esa bu shu niyatlar girdobiga qanday tushib qolganliklarini o'ylab qolishdi.